Assalomu alaykum azizlar. Men Abdullajon Abdufattohovich Avtobest School innovatsion avtomaktab asoschisi. Sizlarga bugun jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish fanidan barcha testlarni tushuntirib, izoh berib o'taman. Agar bularni tushunsangiz, bemalol imtihonlardan o'tishingiz mumkin. Ko'pchilik imtihonda jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish fanidan tushmaydi deydi, lekin ayrim holatlarda bitta, ikkita yoki uchtagacha tibbiyotga oid savollar ham tushib qolish ehtimoli bor. Agar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, biz xursandmiz. Like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yo'l transport hodisasida birinchi tibbiy yordam ko'rsatish. Birinchi savol. Umurtqa pog'onasining ko'krak sohasi shikastlangan jabrlanuvchini transportda qanday tashish kerak? Umurtqa pog'onasi, ya'ni позвоночник deyilyapti. Umurtqa pog'onasi shikastlansa, mana birinchi rasmdagi qattiq taxtida orqasi bilan yotgan holda tashish kerak bo'ladi. Demak, to'g'ri javob qattiq taxtida orqasi bilan yotgan holda bo'ladi. Yumshoq to'shamada orqasi bilan yotgan emas. Qattiq taxtda yoni bilan yotgan emasda. Demak, qattiq taxtida orqasi bilan yotgan holatda. Ikkinchi savol. Qo'l jarohatlanganda kiyim qanday tartibda kiydiriladi? E'tibor bering savolga. Kiydiriladi. Qo'l jarohati oladigan bo'lsa, demak uni qimirlatish qiyin bo'ladi. Shuning uchun kiydirilishi birinchi jarohatlangan qo'ldan kiydiriladi, keyin sog'iga. Boshqa savol kelsa, agar yechilishi bo'ladigan bo'lsa, unda aksincha bo'ladi. Ya'ni yechilishi birinchi sog' qo'ldan, keyin jarohatlangan qo'ldan bo'ladi. Bu yerda hozir bizning savolimizda kiydiriladi deyilyapti. Demak, birinchi F1 javobda kiyim avval jarohatlangan qo'lga, so'ngra sog'iga kiydiriladi degani to'g'ri bo'ladi. Haydovchilik guvohnomasiga imtihonlarda muvaffaqiyatli o'tishni istasangiz, Telegram yopiq kanalga a'zo bo'ling. Bu yerda tayyorgarlik natijasida 90% o'quvchilarimiz birinchi sinfda imtihonlar muvaffaqiyatli o'tishmoqda. Uchinchi savol. Suyak singanda qotirib bog'lash uchun nimadan shina sifatida foydalanish eng qulay? Endi xabaringiz bor, shina sifatida qattiq jismdan, ya'ni mana taxta bo'lagidan shina sifatida. Agar taxtani qo'yib bog'lanadigan bo'lsa, unda qimirlatmaydi. Maqsad ham o'zi shu, suyak sinsa qimirlatmaslik kerak. Ana shu qimirlatmaslik uchun shina sifatida taxta bo'lagidan foydalanadi. Agar bint yoki gazmol shunga o'xshagan materiallardan foydalanadigan bo'lsa agar, unda qimirlatib suyaga singanni hisobiga og'riq bo'ladi va o'sha birinchi yordam ko'rsatish noto'g'ri bo'lgan natijasida, demak, kuchli og'riqni hisobiga ham insonlarda boshqalarga zarar yetib qolishligi mumkin. Demak, to'g'ri javob taxta bo'lagi. To'rtinchi savolimiz. Shikastlangan kishining o'mrov suyagi deganda mana bunaqa включиться deydi ruschasida, mana shu suyak o'mrov bo'ladi. Ikkita yelka deymizmi? Yelka u orqasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'mrov suyagi singanda nima qilish kerak deb aytilyapti. O'mrov suyagi sinadigan bo'lsa, jarohatlanganda birinchi yordam ko'rsatish maqsadida qo'ltiq sohasiga paxta yoki bint o'ramasini qo'yib, jarohatlangan qo'lini, tirsagidan bukilgan qo'lini bint bilan gavdasiga qo'shib, bint bilan bog'lash to'g'ri bo'ladi. Demak, sizlarga tibbiyotda osonroq bo'lishligi uchun kalit so'zni o'rgataman. Demak, o'mrov deb savolda keladigan bo'lsa, e'tibor bering, o'mrov desa, javoblarning ichida paxta degan so'z qaysi variantda to'g'ri bo'lsa, agar shu to'g'ri bo'ladi.
Sonning yumshoq to'qimalari lat yeganda birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi? Yumshoq to'qimalar sonlida, qattiq zarb hisobida mayda kapillyar qon tomirlari yorilishi, shish paydo bo'ladigan bo'lsa, birinchi yordam qanday ko'rsatiladi desa, bunda ham kalit so'zi o'rgataman. Tibbiyotda ko'p kalit so'zlarni o'rgataman. Sababi joylari imtihon markazida o'zgarishligi mumkin va eslab qolish oson bo'lishligi uchun. Demak, sonni yumshoq to'qimalar lat yeganda deganda qaysi variantda muz degani bor so'z bo'lsa, shu to'g'ri bo'ladi. Demak, sonni yumshoq to'qimalar lat yesa, lat yegan joyini qattiq bog'lash, 15-20 daqiqaga muz, mana bu yerda muz degan so'z bor. Solinga xalta qo'yish, oyoqni yuqoriga ko'tarish, tinch qo'yish javobi to'g'ri bo'ladi. 6-savolimiz. Son suyagi uchdan birining pastki qismi singanda, mana son suyagi uchdan birining pastki qismi, mana ko'ryapsizlar. Mana bu qismi singanida jarohatlangan odamni transportda tashish uchun taxtakach, ya'ni boy yuqorida aytgan shina qanday qo'yiladi desa, demak, son suyagining uchdan bir qismi deganida mana bu nazarda tutiladigan bo'lsa, chovgacha, chov mana bu yer chov hisoblanadi. Chov degan so'z qaysi variantda bo'lsa, shu to'g'ri bo'ladi. Sizlarga osonroq yo'li kalit so'zlarni tibbiyot savollarida o'rgatish. Demak, bu yerda to'g'ri javob ikkinchisi bo'ladi. Ikkita taxtakach oyoqning ichki va tashqi tomonidan qo'yiladi. Bittasini oyoq to'pig'idan qo'ltiq osti chuqurigacha, ikkinchisini to'piqdan chovgacha qo'yiladi. Agar oyoqni ichki va tashqi tomoni deydigan bo'lsangiz, mana bu variantda ham borda, shuning uchun yanglishib qolishingiz mumkin. Mana bu chovgacha degan so'z bu variantda yo'q. Ko'rasizlarmi, o'xshash. Shuning uchun men sizga kalit so'zini o'rgatdim, esdan chiqib qolmasligi uchun. Keyingi savolimiz. Tos suyaklari singanda birinchi yordam qanday ko'rsatiladi? Tos, mana bu joyi tos suyagi hisoblanadi. O'sha tos suyagi sinadigan bo'lsa, kalit so'zi g'o'la degani kalit so'zi bo'lsin. Tos suyagida. Tos suyagi singanda birinchi yordam qanday ko'rsatiladi desa, to'g'ri javob mana F3 da ko'rsatilgan ekan. Shikastlanganni qattiq tekis yuzaga yotqizish, bukilgan va ikki tomonga kerilgan tizzalarning bo'g'inlari ostiga g'o'la shaklida o'rab qo'yish kerak. To'g'ri bo'ladi. 8-savol. Qon oqishini to'xtatuvchi jigut qo'l oyoqlarning qayerdan bog'lanadi? Demak, jigut rezina yoki o'sha qon oqishini to'xtatish uchun yaradan 10-15 sm yuqoriga bog'lanadi. Maqsad qon o'sha joyda aylanib, ortiqcha inson tana organizmidan ortiqcha qon chiqib ketib yoki bo'lmasa o'sha qonni tibbiy yordam ko'rsatgungacha kamaytirish, to'xtatish uchun jigut bog'lanadi. Yaradan 10-15 sm yuqoriga bog'lanadi jigut. Maqsad qonni ketishini to'xtatish. 9-savol. 5% yod eritmasi, yod nastoykasi nima uchun qo'llaniladi? Tibbiyot qutichasidagi 5% yod yara atrofidagi terini ishlash uchun degani, ya'ni birorta o'sha yo'l transport hodisasida avariya sodir bo'lgan bo'lsa, o'shalarni atrofini, yarani atrofini tozalash uchun. Endi bu yerda tozalash emas, ishlash uchun deyilgan. O'sha tozalash uchun mikroblardan himoya qilish maqsadida ishlatiladi. Yarani o'ziga emas. Bu yerda ko'p o'quvchilar yarani o'ziga deb aytiladi. Bu noto'g'ri. 10-savol. Qattiq charchoq boshlanishining asosiy tashqi alomatlari qanday? Endi ko'pchilikda bu qattiq charchoq uchraydi. Bu yerda to'g'ri javob ko'z sanchib og'riydi, yuz terisi oqaradi, uyqu bosadi. Mana uyqu bosadi, kalit so'zi bo'lsin. Chunki o'sha qattiq charchash natijasida ham insonlarda
uyqu bosadi. Ayniqsa uzoq yo'llarga otlangan haydovchilarimizda bir xil yo'l sharoitida qattiq charchash natijasida uyqu bosishi natijada ayrim holatlarda yo'l transport hodisasiga sababchi bo'lishi mumkin. Ayrimlar boshqa mana bu o'xshash javoblarni ham tanlashadi. Endi buni tanlamasligingiz uchun men misolni keltiraman. Yuz qizil tusga kiradi. Bu qattiq charchash alomatiga emas. Bu kasal odamni alomati hisoblanadi. Yoki 3-javob qaraylik. Mushaklarda horg'inlik seziladi. Xo'p. Endi chalg'ituvchi qattiq charchash horg'inlik seziladi haqiqatan. Quloqlarda shovqin, bosh aylanadi. Mana bunisi noto'g'ri hisoblanadi. Oxirgisini e'tibor bersanglar, muzdek yopishqoq ter chiqadi. Bu muzdek yopishqoq ter kasal odamdan chiqadi, qattiq charchagandan emas. Qattiq charchashi kasal bo'lishi bir-biridan farqi bor. O'ylaymanki, mana bularni tanlamaysizlar. 11-savolimiz. Bosh miya va kalla suyagi o'rtacha holatda jarohatlangan jabrlanuvchini transportda qaysi turida tashish kerak? Albatta, faqat tez tibbiy yordamda. Mana kalla suyagi, bosh miya jarohat oladigan bo'lsa, uni umuman qimirlatib bo'lmaydi. Qachon tez tibbiy yordam kelsa, o'shandagina tashish kerak bo'ladi. Faqat tez tibbiy yordam avtomobilida tashiladi. 12-savolimiz. Jabrlanuvchining yurak faoliyati yoki nafas olishi to'xtaganda unga qanday ketma-ketlikda birinchi yordam ko'rsatish zarur? E'tibor beringlar. Insonlarda ikki xil o'lim bo'ladi: klinik o'lim hamda biologik o'lim. Biologik o'limda insonni o'ziga keltirib, jonlantirib bo'lmaydi. Lekin klinik o'limda insonni hali to'qimalari 5-10 daqiqada o'lmaganligi sababli o'ziga keltirsa bo'ladi. Ana bu savolimizda shuni ketma-ketligini, qanaqa birinchi yordam ko'rsatishlarini aytilyapti. Bu yerda bunday ahamiyat qilsanglar, javoblar bir-biriga juda ham o'xshash va bir xil. Lekin ahamiyat qilinglar, ketma-ketlikda birinchi nafas yo'llarini bo'shatadi. Ya'ni misol uchun o'sha nafas oladigan og'zini yoki burnini e'tibor beradi. Agar u yerda o'sha og'izda ovqatlari bor bo'lsa yoki boshqa qiladigan bo'lsa, kelish nafas olishiga to'sqinlik qiladigan narsalar bo'lsa, bo'shatadi. Keyin sun'iy nafas oladi, nafas kechirasizlar beradi va yurakni ustidan massaj qilish orqali shu ketma-ketlikda davom etish kerak bo'ladi. Shuni nazarda tutilyapti. Bu yerda ketma-ketlik buzilganligi uchun noto'g'ri bo'ladi. Chunki birinchi navbat yurakni massaj qilmaydi, nafas yo'llarini bo'shatadi. Birinchi navbatda sun'iy nafas oldirishdan ham oldin nafas yo'llarini bo'shatish to'g'ri bo'ladi. 13-savolimiz. Agar jonlantirish boya yuqorida aytganimizdek, demak, reanimatsiyani, ya'ni tiriltirishni ikki kishi bir vaqtda klinik o'limga tushib qolgan vaqtda olib borganda yurakni bevosita massaj qilish va sun'iy nafas oldirish qanday bajariladi desa, demak, tibbiy mutaxassislar ta'kidlashi bo'yicha 2 marta havo puflanadi, so'ng yurak sohasi 30 marta bosiladi. Va hokazo deyilganiga sabab shu hol qaytadan takrorlanadi. Ya'ni bitta kishi havo 2 marta puflayotgan paytida massaj qilmay turadi. 2 marta havo puflaydi va havo puflab bo'lganidan keyin 2 marta havo puflab bo'lganidan keyin 30 marta keyingi inson yurakni ustidan massaj qiladi. Ya atmosferadan yana qaytadan nafas olib keyingi odam havo puflaydi, bu odam massaj qilmay turadi. 2 marta havo puflaganidan so'ng 30 marta bosadi va hokazo degani shu holat to o'ziga keltirguncha qaytariladi. Keyingi savol, 14-savol. Boldir suyagi o'rtasidan singanda transportda tashish uchun taxtakach yoki uning o'rnini o'tuvchi narsa qanday qo'yiladi? Boldir suyagi mana rasmda ko'rib turibsizlar, mana shu boldir suyagi hisoblanadi. Boya son suyagini tanishtirdik, endi boldir suyagi. Boldir suyagi sanadigan bo'lsa, tovonni tagida, chunki maqsad suyagini umuman qimirlatmaslik kerak bo'ladi. Tovon tagidan to son o'rtasigacha, mana bu yergacha qo'yiladi. Keyingi shinani esa tashqi tomondan qo'yish kerak bo'ladi.
to qo'ltiq osti chuqurigacha qo'yish kerak bo'ladi. Bu yerda to'g'ri javob 3-inchisi bo'ladi. Mana tovon tagidan to son o'rtasiga oyoqni ichki va tashqi tomonidan ikkita shina qo'yish kerak. Singan joyini tizza va boldir oyoq kafti bo'g'inlarini qimirlatmaslik lozim. Chunki qimirlatsa suyaga zarar yetadi va og'riq kuchli bo'ladi. Keyingi 15-savolimiz. Benzin bug'idan zaharlanishning alomatlari qanday? Ya'ni inson endi bu yerda benzinni nazarda tutilyapti. Benzin, ya'ni yonib bo'lgan benzin bo'lishi ham mumkin. Gazdan zahar oladigan zaharlanish bo'lsa, misol uchun o'sha e, nafas olganida benzin, o'sha zaharli moddalar o'pkasiga kiradigan bo'lsa, uni alomatlari inson mastga o'xshab harakatlanadi, bosh aylanadi, og'riydi, ko'ngil ayniydi, qayt qiladi, mushaklar tortishadi va shu vaqtda agar bordiyu davom etadigan bo'lsa, demak nafas olishi ham to'xtab qolishligi ehtimoli katta bo'ladi. Bu yerda savolimizda alomati deyapti, ya'ni kalit so'zi sizga, ya'ni benzin bug'idan zaharlanish alomati mastga o'xshab harakatlanadi deb kalit so'zini olsangiz bo'ladi, to'g'ri javob. 16-savolimiz. Qishda boldirga qon to'xtatadigan jugut qancha muddatga qo'yish mumkin? Endi jugut bo'yi yuqorida yaradan 10-15 santimetr yuqoriga bog'lanadi deb tushuntirildi. Ana o'sha jugut eng ko'p muddatda qish bo'ladimi yoki bo'lmasa yoz bo'ladimi, boshqa vaqtlarda ham, ayniqsa qishda eng ko'p muddatga 1 soatdan ko'p bo'lmagan muddatga qo'yiladi. 1 soatdan oshishi kerak emas. Jugut qo'ygan odam sanasini va vaqtini albatta bu yerga yozib qo'yish kerak, chunki keyingi birinchi ko'rsatayotgan yordam uni vaqtini ko'rib, agar bordi-yu 1 soatdan oshib ketadigan bo'lsa, bu gangren, ya'ni falajligiga, bu yoqda qon o'tmagan joyi aylanmagani hisobiga ishlamay qolish holatlari vujudga kelishligi mumkin. Shuni oldini olish uchun vaqti albatta yozib qo'yiladi. Eng ko'p vaqti mana bilib oldinglar, bilim oldinglar, ilm oldinglar, 1 soatdan ko'p bo'lmagan muddatga jugut qo'yiladi. 17-savolimiz. Ko'krak qafasining ko'p qismi jarohatlanganda uni qayerdan boshlab bint bilan bog'lash kerak? Ko'krak qafasining agar ko'krak qafasi shikastlansa, quyi degani mana bu pastdan boshlab bint bilan bog'lash, birinchi yordam ko'rsatish kerak. Bu yerda mana to'g'ri javob 2-sida ekan. Ko'krak qafasining quyi degani, yana qaytaraman, pastidan boshlab bint bilan bog'lanadi. O'rtasidan emas, qo'ltiq ostidan emas. Keyingi 18-savolimiz. Qo'l jarohatlanganda jabrlanuvchining ko'ylagi, kiyimi qanday tartibda yechilsa to'g'ri bo'ladi? Yuqorida aytib o'tganimdek, demak, qo'lni jarohatlanadigan bo'lsa, kiydirilish va yechilishi o'zini usullari bo'ladi. Boya yuqoridagi savolimizda kiydirilishini so'ralgan bo'lsa, endi bu yerda yechilishi so'ralyapti. Jarohatlangan qo'lni qimirlatish qiyin bo'lganligi uchun yechishda birinchi navbatda sog' qo'ldan boshlab yechish kerak bo'ladi. Sog' qo'ldan boshlanadi, so'ng kasal qo'lni bo'shatish, ya'ni yechish kerak bo'ladi. Ahamiyat qilgan bo'lsanglar, boya o'rgatganimda kiydirilishi aksincha edi. Ya'ni kiydirilishi birinchi jarohatlangan qo'ldan kiydiriladi, keyin sog'ga edi. Bu yerda ahamiyat qilgan bo'lsangiz yechilishi. Sizda testda qaysi biri tushadi? Yechilishi tushadimi, kiydirilishimi, bu noma'lum. Balki tibbiyotga oid savol umuman tushmas. Balki 20 ta imtihon savolidan 3 tasi tushib qolishligi ham mumkin. Shuning uchun yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. 19-savolimiz. Qornidan yopiq jarohat olgan jabrlanuvchi qanday tashiladi? Boya yuqorida sonli yumshoq to'qimalar lat yesa, kalit so'zi muz, malham deb o'rgatdim. Xuddi shunaqa, qornidan yopiq jarohat olsa ham muz, malham qo'yiladi degan kalit so'zi bo'lsin sizga. Ya'ni yana qaytaraman. Qornidan yopiq jarohat olsa muz, sonli yumshoq to'qimalar lat yesa ham muz degani to'g'ri bo'ladi. Bu yerda to'g'ri javob 2-si ekan. Yotqizilgan holatda lat yegan joyiga sovuq narsa, muz, malham qo'yiladi. Endi
vaqtdan unumli foydalanish maqsadida to'g'ri javobni e, o'qiyapman, qolgan noto'g'ri javoblarni o'qimayapman. Agar sizga tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekran videoni to'xtatib, noto'g'ri javoblarni ham nima uchun noto'g'riligini ko'rib tushunishingiz mumkin bo'ladi. 20-savolimiz. Ko'krak qafasi shikastlangan yaradorni kerakli joyga qanday eltish kerak? Mana bu savolimiz ham juda chalg'ituvchi savollardan. E'tibor bering, umurtqa pog'onasi emas, ko'krak qafasi shikastlansa, demak ko'krak qafasining ichida o'pka bo'ladi. Demak, shu ko'krak qafasi shikastlansa, inson nafas olganida, o'pka orqali nafas olganida, o'pka harakati natijasida o'sha jarohatlangan joyi og'riydi va insonga har nafas olganda nafas olish sekinroq bo'lish uchun nafas olmaslikka harakat qiladi. Shuning uchun kerakli joyga eltish uchun yaralangan yoni bilan yoki yarim o'tirgan holatda yoki o'sha joyini, ya'ni o'sha ko'krak qafasi jarohatlangan joyini ushlab o'tkazib olib boriladi yoki yaralangan yoni bilan olib borish kerak bo'ladi. Ko'pchilik o'sha sog' yoni bilan deb adashib qoladi. Bu yerda ko'krak qafasi, umurtqa pog'onasi emas. 21-savolimiz. Qanday alomatlar charchash belgilari hisoblanadi? O'sha, demak, boya yuqorida ham qattiq charchash alomati uyqu bosadi deb aytgan edik. Bu yerda ham uyquchanlik, bo'shashish, diqqatning susayishi bu charchash alomati hisoblanadi. Charchamaslik uchun kun tartibiga qattiq rioya qilishinglarni so'rab qolaman. Sababi haydovchilikda bu charchash juda yomon yo'l transport hodisalariga olib keladi. Boshqa harakat qatnashchilarini ko'rmay qolishligi, to'siqlarni bilmay qolishligi ehtimoli natijasida yo'lovchilarning hayoti ham xavf ostida qolishligi mumkin. 22-savolimiz. Bosh miya jarohatlanishining asosiy alomatlari deb ikkita nuqta qo'yib qo'ygan. Demak, bosh miyamiz agar jarohatlanadigan bo'lsa, bosh miya, mana e'tibor bering, bosh miya jarohatlanadigan bo'lsa, buni chaqatib bo'lmaydi. Buni alomatlari qanaqa? Shu bosh miya yorilmagan bo'lsa ham jarohatlari qanaqa bo'ladi? Ko'pincha qon ketayotganda sochi bo'ladi, ko'rmaydi uni desa, bu yerda sanab o'tirganlarni barcha holatlar, ya'ni buni hammasini o'qiydigan bo'lsa, hushdan ketadi inson bosh miyasi jarohati desa. Bir necha soniyadan bir necha soatgacha bo'lishi mumkin hushdan ketish. Qayd qilishi mumkin. 1-2 marta og'ir holatlarda ko'proq bo'lishi ham mumkin boshi jarohat olsa. Amneziya, ya'ni xotiraning yo'qolishi, sodir bo'lgan jarohatlanish bilan bog'liq hayotdagi ba'zi voqealar xotirasidan bir necha soniyadan bir necha daqiqagacha o'tishi mumkin. Misol uchun, yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, bosh miyasi jarohat olsa, nima bo'ldi o'zi, qayerda bo'lganini bilolmay, eslolmay qolish holatlari uchrashi mumkin bosh miyasi jarohat olgan insonda. Demak, bu yerda bosh miya jarohatlanish asosiy alomatlari sanab o'tilgan barcha holatlari bo'ladi. 23-savolimiz. Shokning belgilari. Shok, ya'ni yo'l transport hodisasida ko'p insonlar shok holatlarga tushib qoladi. Bu hamma insonda har xil kechishligi mumkin. Shok holatlar kimdirda teri va silliq qavatlarning oqarishi bo'lishi mumkin. Yana kimdir boshqada kuchli ter ajralishi bo'lishligi mumkin. Yana kimdadir hammada shok holati har xil kechadi. Og'iz qurishi, chanqoqlik, nafas olishning tezlashuvi shok holatlarga bo'lishligi mumkin. Misol uchun, yo'l transport hodisasini ko'rib ham shok holatlarga tushib qolishligi yoki ichkaridagi yo'lovchilari ham zarar yetmasa ham es hushining noaniqligi, behush holat bo'lib qolishi ham mumkin. Demak, shokning belgilari hammasi bo'ladi. Yuqoridagi barcha holatlar. Keyingi 24-savol. Bosh miya jarohatlanishi quyidagi alomatlar bilan xarakterlanadi. Ya'ni yuqorida ko'rsatganimizdek bosh miyasi jarohat olsa, inson hushidan ketishi bir necha soniyadan bir necha soatgacha.
amneziya, xotiraning yo'qolishi, sodir bo'lgan jarohatlanish bilan bog'liq bo'lgan va hayotdagi ba'zi voqealar xotirasidan o'chadi. Qayd qilishi 1-2 marta, og'ir holatlarda ko'proq bo'lishi mumkin. Bu yerda boya yuqoridagi barcha holatlar dedik, faqat joylari ahamiyat qilgan bo'lsangiz o'zgargan. Boya amneziya F3 da bo'ladigan bo'lsa, endi F2 da. Bu boshqa savollari sal boshqacharoq bo'lganligi uchun baribir tibbiyotga oid savollar alohida sifatida kiritilgan. Shuning uchun o'xshash savol bo'lishligi ham mumkin. Keyingi 25-savolimiz arterial qon ketishi alomatlarini ko'rsating. Mana shu qon tomirlari 3 xil bo'ladi. Arterial qon tomiri, venus qon tomiri hamda kapillyar qon tomiri bo'ladi. Hop, arteriya qon tomirlari endi sizga kalit so'zi sifatida o'rgataman. Albatta imtihon savollarida shular keladi, kelib qolishligi mumkin. Arterial qon tomiri kalit so'zi, e'tibor bering, pushta rang bo'ladi. Yoki keyingi kalit so'zi kuchli pulsatsiya bilan otiladi. Bu arterial kuchli pulsatsiya bilan otiladi. Mana e'tibor bering. Yoki pushta rangli bo'ladi, arterial bo'lsa. Yana boshqasi bor, venus. Unga hozir yana yetib kelganda batafsilroq to'xtalamiz. Bu venus qon tomiri to'q qizil rangda bo'ladi. Bu bizdan venusni so'rayotgani yo'q hozir, arterial bo'ladi. Va qon sizib chiqadi, otilib chiqmaydi. Mayda kapillyar qon tomirlari esa ular kapillyar qon tomirlari bo'ladi, mayda bo'ladi. Ular bizdan kapillyarni so'rayotgani yo'q hozir savol. Keyingi 26-savolimizda aynan hozir bir-biriga solishtirganda venus qon ketishi alomatlarini ko'rsating deyilgan. Ana bunda endi venus qon ketishida to'q qizil rangi kalit so'zi bo'lsin, to'q qizil rang yoki qon sizib oqib chiqadi. Kuchli pulsatsiya bilan emasda qon sizib oqib chiqadi. Agar venus bo'lsa savol. Sizga balkim arterial qon tomiri kelishi mumkin imtihonda. Hal qiluvchisi, ya'ni bitta shuni topsangiz o'tadigan holatga kelib qolishingiz mumkin. Yoki venus qon ketishi alomatlari bo'lishligi ham mumkin. Shuning uchun tibbiyotda hammasini savollarini, umuman o'zi tibbiyot emas, hamma yo'l harakat qoidasidagi imtihon savollarini ko'rib chiqish tavsiya qilinadi. Mana sizda qolish uchun venus bo'lsa qanaqa rang bo'lar ekan? To'q qizil kalit so'zi. Barakallah. 27-savolimiz. Qorin bo'shlig'i jarohatlangan odamga ovqat, suv, dori-darmon berish mumkinmi? Albatta yo'q. Qorni o'zi og'rib turibdi, bo'shlig'i jarohat olib turibdi. U jarohatni oldin aniqlash kerak. Keyin u dori-darmonlarni beradi. Aniqlamasdan turib tavakkal dori-darmon, ovqat berish umuman mumkin emas. Demak, bu yerda yo'q degani to'g'ri bo'ladi. 28-savolimiz. Bosh miya jarohatlanganda, miya chayqalganda yoki bo'yin qismi jarohatlanganda birinchi yordam ko'rsatish deb savol berilyapti. Mana shu savol ham chalg'ituvchi savollardan. Endi bu yerda men sizga noto'g'ri javoblarni kalit so'zini o'rgataman. Aksincha, ya'ni teskarisiga noto'g'ri. Misol uchun, bosh miya jarohat oladigan insonni qimirlatmaslik kerak dedik. Faqat tez tibbiy yordam avtomobilida tashish kerak deb yuqorida aytib o'tdik. Endi bu yerda o'xshash javoblar bo'lganligi uchun noto'g'ri javoblar orqali chiqarib tashlaymiz. Ya'ni noto'g'ri jarohatlangan odamni qattiq va tekis zambilga solib, bo'yin qismi tagida qattiq yostiqcha qo'yib, qo'zg'atmasdan mahkam bog'lab shifoxonaga yuboriladi. Bu F1 to'g'ri javob. Lekin noto'g'ri javob kalit so'zini o'rgataman dedim. Bosh miya jarohatlangan odamni yon boshlatib yotqizmaydi hech qachon. Mana, demak, bosh miya jarohat olsa yon boshlatibmi olib tashlaysizlar, noto'g'ri bo'ladi. Qolganini ahamiyat qilsanglar, bir xil siz chalg'isin deb, xuddi o'sha-dek bo'ladi. Bu yerda ya'ni birinchi javob bilan ikkinchi javob farqi shundaki, odamni qattiq tekis zambilga yotqizasiz. Bu yerda yon boshlatib bosh miya bilan yotqizilmaydi. Yoki uchinchi javob ham juda ham o'xshash, e'tibor bering. Jarohatlangan odamni tinchlantirish, to'g'ri. Jarohatlangan joy
suv sohasini sovuq suv, muz qo'yish. Mana bosh miya jarohat olganda muz qo'ymaydi, azizlar. Muz qo'ymaydi. Muz qachon qo'yardi? Boya yuqorida o'rgatganimdek, sonning yumshoq to'qimalari lat yeganda muz qo'yish mumkin, bosh miya emas. Yoki qornidan yopiq jarohat olsa muz qo'yishi mumkin. Bosh miyada emas. Demak, muz bosh miyada noto'g'ri bo'ladi. Mana ahamiyat qilinglar, o'xshash javob bo'lganligi uchun noto'g'ri so'zlar kalit so'zini o'rgatdim bosh miyada. 29-savolimiz. Muskul va paylarning ezilishi hamda cho'zilishi alomatlari qanday deb savol berilmoqda. Muskul va paylarning ezilishi hamda cho'zilish alomati jarohatlangan joyda shish paydo bo'ladi. Ya'ni mayda boyagidek aytganimizdek mayda kapillyar qon tomirlarining yorilishi natijasida shish paydo bo'ladi. Og'riq seziladi. Ba'zan shu joyda mana kapillyar qon tomirlari yorilib, qon quyilishi natijasida ko'karish paydo bo'lishi mumkin. Bu muskul paylarning ezilishini alomati hisoblanadi. 30-savolimiz. Qaysi holatlarda jabrlanuvchiga yurak o'pka reanimatsiyasini boshlash kerak deb savol berilmoqda. Ya'ni boya yuqorida aytganimdek, ikki xil o'lim bo'ladi, klinik hamda biologik. Biologik o'limda insonni o'ziga keltirib bo'lmaydi, lekin klinik o'limda to'qimalar o'lmaganligi sababli 5-10 daqiqa ichida insonlarni hayotga qaytarish mumkin, harakat qilsa bo'ladi. Demak, yurak o'pka reanimatsiyasini boyagidek reanimatsiya qanaqa boshlash kerak desa, bu yerda javoblar juda ham bir-biriga o'xshash. Misol uchun, yurakda og'riq bo'lib qolsa, srazu nafas yo'llarini bo'shatib, sun'iy nafas berib, massaj qilmaysiz-ku. Yuragi og'riyotgan bo'lishi mumkin. Lekin u hali to'xtadi, reanimatsiya qilish kerak degani emas. Yoki mana buni qarang, ikkinchisi. Hushidan ketish. Har qanday inson hushidan ketib qolsa, srazu nafas yo'llarini bo'shatib, sun'iy nafas berib massaj qilmaysiz-ku. Bu yerda to'g'ri javob uchinchisi bo'ladi. Mana hushidan ketishda vergul domi bor. Nafas faoliyati, nafas olish faoliyati va qon aylanishi to'xtaganda. Bu endi nafas olishi, qon aylanishini to'xtashini pulsi orqali yoki bo'lmasa yuragidagi nafas olayotganligi haqida yoki bo'lmasa burniga oyna qo'ysa, o'sha parlanyaptimi yo'qmi, parlamayotgan bo'lsa nafas olishi ham to'xtagan bo'ladi. Puls orqali qon aylanishi ham to'xtaganini ana o'sha insonga biza yurak o'pka reanimatsiyasini, ya'ni jonlantirishni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. 31-savolimiz bu ham chalg'ituvchi savollardan. Qo'l, oyoq uchlari tirsakdan pastki qismi sinishida transportda shinalari yoki ularni qo'lda yasash uchun vositalar bo'lmasa, birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi deb savol bergan. Bu yerda ham men hozir savol uzun, ahamiyat qilinglar. Ertaga savollar uzun bo'lganda, javoblar ko'p bo'lganda 2-3 martalab savollarni mazmunini oldin tushunib olishni tavsiya qilaman men. Keyin bu yerda ham boya yuqoridagidek kalit so'zlarni noto'g'ri kalit so'zi, ya'ni shu kalit so'zi borki, javob noto'g'riligini eslatib o'taman. Ya'ni qo'l oyoqlari singan uchlari sinishi deyapti. Ya'ni qo'li singan ekan, oyoqlari singan ekan, masalan, yoki oyog'i singan bo'lsa, o'shani qanaqa birinchi yordam ko'rsatiladi, shina qanaqa qo'yiladi degan ma'noda savol berilmoqda. Qaranglar, birinchi javobda noto'g'riligiga sabab. Qo'llarni tana bo'ylab cho'zgan. O'zi qo'l oyog'i sinib turibdi. Ya'ni cho'zsa, u battar og'riqni hisobidan hushidan ketib qolmaydi. Buni qanaqa birinchi yordam, cho'zgan holatda yordam ko'rsatmaydi-yu. To'g'rimi, noto'g'ri? Endi mana bu uchinchi javob qaranglar. Qo'llarni tirsakdan bukib, ro'molga osgan holda tanaga bog'lash to'g'ri. Oyoqlarni bir-biriga yaxshilab jipslab degani noto'g'ri bo'ladi. Mana qarang. O'zi qo'l oyog'i sinib turibdi. Qanaqa qilib jipslaydi ularni?
chaqaloqni beshiga boylaganda oyog'i sinib turgan odam. To'g'rimi, noto'g'ri? Demak, qo'l oyoqlari singan deganda cho'zgan va jipslash deganni olib tashlaysizlar, uni tanlamaysizlar. O'xshash bo'lganligi uchun noto'g'ri kalit so'zlarni o'rgatyapman. Ya'ni bular cho'zgan, jipslash degan noto'g'ri bo'lsa, demak to'g'ri javob bitta qolyapti. Qo'llarni tirsakdan bukib ro'molga osgan holda tanaga bog'lash, oyoqlarni orasiga albatta yumshoq mato qo'yib bir-biriga bog'lash. Endi bir xilda yumshoq matoni kalit qilib olsa, mana bu yerda ham yumshoq mato bor. Buni bir-biriga o'xshash. Shuning uchun boyagi cho'zish bilan jipslashni chiqarib tashlasa, bu qo'yapti, bu javoblari o'zgarishi mumkin. Mana to'g'ri bo'ldi. O'ylaymanki, mana tushunarli bo'ldi. Mana azizlar, men sizlarga 1200 ta savoldan aynan 31 ta testda alohida tibbiyotga oid testlarni bittalab tushuntirib, izoh berib o'tdim. Endi ushbu video agar manfaatli bo'layotgan bo'lsa, boshqalarga ham ulashing va ushbu videoni agar tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, diqqat bilan qayta tushungunizcha qayta ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hurmat bilan sizlarning g'oyibona ustozingiz Hashimov Abdullajon Abdufattohovich. E'tiboringiz uchun rahmat.